taqim marosimi boshlaymiz. Kelinjon ta'zimlar bilan sovg'alaringizni qabul qilib olasiz. Yaxshi kunlaringizga buyursin iloyim. Gulxumorga kelinning xizmatlari buyursin. Nevara, chevara suyish nasib qilsin. Taqim marosimi boshlanyapti. To'yga to'yonangiz bo'lsa kelaverasiz. Hamdamdan iltimos qilamiz. Bir aylar kuyqish bo'lsin.
boshini qoplab yotar oppoq qor. Tog'larni boshini qoplab yotar oppoq qor. Bugun bizni dilimizda tog'dan yuksak quvonch bor. Quvonchimiz qorday oppoq beg'ubor. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Barchangizga shu to'y muborak bo'lsin. Xonadon sohibalariga farzandlar baxt iqbol visol oqshomi muborak bo'lsin deymiz. Gelinimizin hizmeti buyursun, kudalarımıza, evimizin hizmeti buyursun deymiz. İkkala yoshga baxt tilagan holda davramızını o'yinlarga, yuragida o'ti borlarga, barchamizni davramizga chorlab qolamiz. Qo'shiqsiz yashamoq yarashmasdan xor. Qo'shiqdan boshlanur tog'larning boshi. Aziz do'stlar, davramizga marhaba. Aziz do'stlar, yaylalarga, raqslarga marhaba. Marhamat, yuragida o'ti borlar hamma davramizga. Arduxon o'tganmiz davramizda mehmon ekanlar. Marhamat. Arduxonim. Benim bu 2 yaşa uzak ömür, baxt, saadet, sıhhat, salomatlik tilayman. Allah canından so'rayman. Şunun deyip bir-birine meyilli bulup bir-birini взаимопонимание, что было именно. Bir-birini silab yaşasalar, sevgi çok da güzel olur. Ata-enesine meyilli bulsunlar. Bala-çabası çok bulsun. Şu yerde oturan var Müslüman meymanlarımız hemmesini başı toydan çıkmasın. Hemmenize hoş geldiniz diyeyim. Şu yerde Özbekistanlı meymanımız var. Söz nöbetini Arzu Altın kızımıza veririz. Yaşlar. Rahmat. Assalomu alaykum hanımlar ve janoblar. Assalomu alaykum Turkmeniston. Merhabalar Türkiye. Bugün bana chiroyli gaplar, xonadon sohibalariga chiroyli tilaklar aytilmoqda. Mana shu fursatdan foydalanib bugungi Maryam ustozim Gulxumor xonim. Gulxumor xonim, Maryam ustozim. Muborak bo'lsin to'ylaringiz. Ustoz to'y muborak. Gözünüz aydın. Ben aytaman size göz aydınlar. Bugün sizni xonadoningizga ko'rdim. Bana xizmatda turibdi barcha san'atkorlar. Bu sizni hurmatingiz albatta. Bugün bana shu xonadonga boshlariga ofarindan ro'mol solib. Boshlariga ofarindan ro'mol solib Gulxumor. Qutlug' xonadoningizga humo bo'lib, ibo bo'lib, taxtli kelin keldi. Endi Gulxumorxon amma olalari şaşırmaysiz şu kelimni sarfolarim görmekka qarang, adabiy ikromi bilan sarfosi bilan bugun sizga taxtli kelin keldi. Dunyonajon ko'zligingiz aydin, to'y muborak bo'lsin. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Davrada aytib turgan barcha yaxshi niyatlar, yaxshi duolar kelin-kuyovimizga hamroh bo'lsin. Kelin-kuyovlar marhamat. Sizlarga birozgina dam olishga ruxsat beramiz. Uzr so'rayman. Endi hamma raqsga chiqsin degan joyi keldi. Tashovuzda eng baxshi DJ-yi Hamdamga navbat bersak. Hamma raqsga chiqsin. Davraga jamimiz qo'yxona soat kelmasin marhamat. Sen
лететь, словно одна танцы. Где пальмы в ночи, словно звуки свечи. Кола, королева танцпола. Кола, королева танцпола. Кола, королева танцпола. Кола, королева танцпола. Теперь за нами, ты своим танцем держи терпи. Девочка попала, дикая гордая, моя героиня. Ты как пищу горда, ты станешь только мою парень. Корона придется на паре, музыка главная, беру тебя сзади. Пусть пердешь, что не подыхайте. Кола, королева танцпола. 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 Кола, королева
Is geil, mundgeil, arschgeil, komplett geil. Oder geil, oder geil, oder geil. Yo, zeig mal dein Tüte, 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 ja, zeig mal deine Arsch, 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 ja, zeig mal deine Tüte, 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 zeig mal deine Arsch, 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 ja, zeig mal deine Tüte. Entschuldigung, darf ich mal durchgehen? Ist das denn durchgehen? Oder du bist schön so wie Schmuck? Komm, wir töten den Club. Ja, ist geil, mundgeil, arschgeil, komplett geil. Oder geil, oder geil, oder geil. Ja, zeig mal deine Tüte, 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 ja, zeig mal deine Arsch, 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 ja, zeig mal deine Tüte, 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 Tüte.
Push me and just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. basmaya gelmez.
küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, dilleri diyesinler. Amanın oynasın, eller diller kaynasın diller. Eller ne derse desinler, o dilleri diyesinler.
bo'lsa, senga tutaman. Quvonchim hammasini sochib o'taman. Visol bu tortiq toliyimdan o'rgilay. Endi havoni ham sevgi bitaman. Borim senikidir, o'zim seniki. Senga boqib to'ymas ko'zim seniki. Tayanchim o'zingsan, ezgu muhabbat. Menki ijod etsam, so'zim seniki. Davrada o'ynab turganlar, taniganlaringiz sog' bo'lsin. Hech bir zaman dard ko'rmang. Kechamizni davom ettirib, eng ulug' insonlarimizni davraga taklif qilmoqchiman. Albatta, Tashavvus Trans gaz ishkarlari. Davraga chorlayman. Gulim og'amizni, Rashid og'amizni davraga taklif qilaman. Tashavvus Trans gaz ishkarlari. Gulim og'a, Rashid og'a. Marhamat ishkarlar taklif qilamiz. Gulim og'a, Rashid og'a. Yaş baklı olsun, uzak olsun, dünyada olsun. Gülxumar aka to'ylar muborak olsun, o'g'illam olsun. Gelinni oyoq berarsin, baxtli olsunlar. Qo'sha qarsinlar. Besh to'ylarni o'tirarlar. Baxtli olsun. Tilaklaringiz ijobat bo'lsin. Duolaringiz yerda qolsin. Hamdar bir nimalar dedingmi? Bektorlar qo'yib ketdi, tavba. Endi yana san'atkorlar bilan davom ettiramiz to'yimizni. Hammasi qo'shiq aytdi, san'atini ko'rsatdi, o'zlarini ko'rsatdi. Endi bir tabrik navbatlarini eshitsak. Ashulachi yigitlar, hofiz yigitlar kelasiz davraga. Men hofizman deganlar kelaversin. Karnaychi, surnaychi, doiragashlar, hofizlar, raqqosa qizlarimiz bor. O'zi peshonamizga yozgan ikkita raqqosa qizimiz bor ekan. Davraga taklif qilamiz raqqosa qizlarimizni hamda salomchi qizimizni davraga chorlaymiz. Shu mehmonlarimiz hamda bir minut davraga kelgunga qadar yana bir ajoyib qizimizga o'z nomimdan va sizlarning nomingizdan rahmatlar aytib qo'ymoqchiman. Mana shu dasturxonlarni bezagan, sizlarga yugurib kelib xizmat qilgan Dilyaxon qizimizga ham bir rahmatlar aytib qo'ysak. Iroda, Dilya qizlarimizga rahmat aytib qo'yamiz. Irodaxon, senga ham rahmat ekan. Mahkammi, sovg'alarga mahkammi. Qani hofizlar kelasizmi? San'atkorlar, Sirnaychilar, karnaychilar, doiragashlar, hofizlar. Tashavvus san'atkorlar, bir ikki marta tashavvurmi? Sirnaychilar, doiragashlar. Kelasiz. Keling-keling tabriklaymiz. Marhamat. San'atni tushuntirgan odam bo'lsa kerak ko'radi. Erkak yo'q. Assalomu alaykum davra qatnashchilari, xush kelibsiz. Shu xonadoningda odimiz baxtdan taxtdan dil hamisha dil baxtimiz qo'sha qolsinlar. She'rlar she'rlar farzandlari bo'lsin. Indiki shu kunlar bundan ham bir ajoyib to'y 5 ta olib kelib Xorazm mezgilarini aytmoq nasib etsin. Hamisha baxtli saodatli bo'lma. Xudoy dunyoda birinchi bo'lma. Rahmat. Siz ham to'ydan muborak bo'lsin, hep keling. Xudoyim she'rlar chegarcha oqtiqlarni ko'ring. Rahim shunday xonadonimiz hamisha shunday bundan ziyoda bo'lsin. Hamisha to'ylab keladi. Baxt dilab kelib shu yerda xizmatda turamiz. Rahmat sizlarga. Kenglar. Şöyle bitta paytlarda o'rtada kelgan. Kel qo'yib. Gulxumar aka, to'ylaringiz o'ng bo'lsin. Aynan sizda. Bolalarınız baxtli bo'lsin. Hamisha go'zal yuzingiz so'nmasin. Indiki aqtiq padakansiz sizga xizmatlar bersin. To'ylaringiz ishini bo'lib turibdi. Bize xizmatlar. Şu balanı dolduruyoruz.
Shuncha mehnatlar uchun to'ylardan Xudoyim ularning rohatini ko'rmagan nasib etgan. Shulardan ortiqlarni ko'rib o'tirib, qo'sha ortiqlari yana ko'pchilik olamaslaydi. Sağlıkta, salomatlikda hamisha yana shunday to'ylardan tushashtirmak shunday to'shuv savdolari bilan birgalikda nasib etgan. Kim to'shuvdan Turkmanistondan kelib shunda to'ylar turgan bo'lsa, eng baxtli mamlakatlardan ham baxtli bo'lsin shularning farzandlari. Xorazmdan kelgan og'amizdan bir tabriklar bersinlar. Muhammadjon, Ortiqxo'jajon shoirlari bor. Assalomu alaykum. Yig'marabga yarim bo'lsin. Oğul kızlar çok olsun kullanın. Allah'ın tahtı olsunlar. Bugün için olsunlar. En yaman bir işin olsun. Hemşe bize hizmetler olarak açılar. İnşallah. Memleket tarafından gelmesi. Assalomu alaykum aka. To'ylarimiz o'yin bo'lsin. Topgansiz. Chellarda o'zimiz. Shu yashab vaqtda kichkina nima ko'ryapman. Yoningda yursa yor, o'zga bir yor bo'lmag'ay. Deb faqat shu dildorni o'zga dildor bo'lmag'ay. Baxt bo'lsin hamrohing seni, qayg'u alamsin xor bo'lmag'ay. Baxtli bo'lma. Yaxshi ko'raman. Shu aka, hofizlar ham she'r aytib olsa qo'rqib ketamiz biz. Dinda qaytib ketdim. Men shoirning farzandiman. İlohim shoirlar ko'p bo'lsin. Shoir bo'lmasa hofiz bo'ladi. Hofizni hofiz qilgan shoirdir. Aniq she'r bilasanmi? Ifodali, ma'noli, qani eshitamiz ular. Hofizlar she'r aytishga o'tib ketdi. Bunday kun toptirmaydi, bunday kun topilmaydi. Mana shuning uchun hamma e'tiborni hofizlarga qaratsin. Yomoni boshlayman. O'zimga bag'ishlab aytaman. Dünyada periler var eken, bana layıkı bağım eken. Dünyada periler var eken, bana layıkı bağım eken. Ya oynanıp la gürsem meken, ya oynanıp la gürsem meken. Bana tenazı bağım eken, bana tenazı bağım eken. Endi shu diktorlar, hofizlar ruxsat bersa, oramizda aktyor ham bor ekan. Bugun haqiqiy san'atkorning to'yi bo'lyapti shekilli. Bitta aktyor akamiz bor ekan oramizda. Saylov akamizni davriga taklif qilsak. Aktyor akamiz ekan, endi hammamiz bu aktyordan bir mahorat talab qilamiz. Aktyor ekansiz, nima mahoratingiz bor? Hammasini ko'rsatib oling. Sizga Chingizxon rolini beradi. Juda yaratmas Chingizxon. İşlaringizni oladi. Davom ettiramiz. Diktor qizlarimiz, raqqosa qizlarimiz hamda bizni go'zal Didaxon dasturxonlarimizni chiroyli qilib bezaydigan. Davom ettiramiz marhamat. Kim quvonmas shunday kunni ko'rganda? Kim quvonmas shunday kunni ko'rganda? Bitta farzand ikkita bo'lib turganda. Yo'qmaratga
Qutlab gelgeymiz Xatarımızda hech kim kemelmin. Yana keyin juftdan axtiq bo'lganlar. Baxtli bo'lsinlar, xizmati buyursin. Bu yerda hammamiz Oshiq Aydin pirning yo'lida yurgan insonlarmiz. Ustozim nomidan men ham katta rahmat aytaman. Hamisha shunday og'zaki bir bo'lib, san'atkorlarning davrasida biz butun bo'lib, meshni xizmat etib, güler yüz bilen farzandlarimizda baxtli holini ko'rish hammamizga nasib etsin deymiz. Yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin. Oshiq Aydin pirimiz yoshlarimiz ham yor bo'lsin. Hikmatga boshlagan to'ylarimiz o'rnab bo'lsin, to'ylarimiz to'ylar bo'lsin. Ham otalik, ham onalik mezg'ini berib, oq-yu oqtiragan o'g'limiz bilan katta yigit bo'lgan ekan. Ilohim shularni xizmatlari buyursin, yoshlarimiz ham o'sha qilsinlar. Serfarzand, serdavlat bo'lsin. Yaratgan Allohimiz nazarda hech kimni chetda qoldirmasin. Ularga ham bo'lmasidan farzand, yetmasidan davlat bo'lsin. Undagi ishlar to'g'ri kundan keyin jamoat jam bo'lib, Yo'zaydin Yilxumor aytganimiz noma bo'ldi, yoshlarimiz ota-ona bo'ldi. Sizlar bilan azizlar 5 to'ylarni yana deydan g'animat qo'shmoq nasib etsin. Ayol qalbidagi buyuk bir orzu, oila baxti bilan farzand emasmi? Hattoki qushlar ham yashashib, doncho'plab keltirib bo'lam demasmi? Hayotga ardoqlar kichik insonni voyaga yetkazuvchi ona emasmi? Agar shunday bo'lsa, aytingchi do'stlar, axir qaynona ham ona emasmi? Doim shu ota-onangizni hurmat qilgaysizlar, qaynona bo'lish nasib etsin. Ilohim donalar aytganlaridek qudachilik dehqonchilik 1 yillik bo'ladi, qudachilik 1000 yillik bo'ladi deganlardek shu bayanotganimiz bilan shu qudachilik qardoshlik rishtalari mustahkam abadiy bog'langan bo'lsin. 2 onajonni og'zi birchiligini bilsin, 2 quda-qudag'aylar og'zi bir bo'lsin, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, serfarzand bo'lsinlar, qo'sha qilsinlar, hammamiz uyimizda to'ylar bo'lsin. Ilohim hammamiz ham Turkmaniston diyorimizga borib sizlar bilan yana to'ylarda uchrashmoq nasib etsin. Hammangiz topqanlaringiz yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsinlar. Akalar, onalar, beylar, akalar, sizlarga berda Allohdan shuncha odam bor. Qisqa. Yilxumor aka to'yingiz muborak bo'lsin, tushunganing bo'lsin Xudoyim. Xudoyim hammangiz to'y baravergaysizlar, zakazlarim kelavergay. Hammaga tavfiq olsun sizlarga Xudoyim. Allah hemşe hizmetleriniz sağlıkınız dolayı Xudoyim. Yilxumor aka to'ylavim bo'lsin. Nurбек vaqti oldi kelar. Yamanimda shundan bo'lsa endi kelishingizlar, eshituvlar yana nasib etsin. Yilxumor boshlar to'ylarning bo'lsin. Yosh vaqtimiz. Yosh vaqti bo'lsa boshlarga qo'shiladi. Nasib bo'lsa shu qizlarning ko'zing aydin. O'g'il o'pdi. Geçici kızı kaldı. Xudoga vaqt nasib etsin. Ular vaqti bo'lmadi. O'sha dunyoga ko'rmaydi. Hurmatga vaqti bo'lsa yaxshi. Ilohim kelishingizda 5 yil qoldirib nasib etsin. Do'st bilan obod bo'ling, gap bo'lsa vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan, vayronalar kashona ham. Do'stimiz Yilxumor boshlagan to'ylarimiz ulug' bo'lsin, yoshlar baxtli bo'lsin, xizmatlari buyursin. Kelasi yillarning ertaroq farzand ishtolarni jamoa bilan har kimni omon o'tmasdan qatnashib nasib bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Endi tabrik navbatini ustoz san'atkor To'xtabod To'xta Xayratni otamizning qizidan eshitsak tabriklar. Kelas. Davom etib ketamiz albatta. Bugun DJ
DJ'lerimiz var. Bütün DJ'ler taşağınızdan çıkıyorsunuz. Başka joyda Amerika'da hiç joyda DJ yok. Fakat taşağınızda var. Misha DJ, Umi, hamda Arzuhan, navbat kutyaptı sizlerge ham navbat etadi. Davom ettiramiz marhamat. Hamisha taşağınız bo'lmaydi deb Hamdamlik, bir dakika. Kusura bakma, suslansan da, endi kusura bakma. Makarna, aziz mehmonlar, men çok memnunum. Annemi yada saldınız da, annem Tostafan'ın kızı var. Ben gururlanıyorum. Burada hemmeniz apamdan ister. Doktor Can Apan hemmenizden ister. Rahmet Akan hemmenize, Zemir Akan size küp rahmet öğrenmek size küp rahmet. Meksika'dan kaçacağım için de size yaşlı oynayacağım. Ben tanımayım. Ama hemmeniz yeter. Cihan'ın adına kusura bakmasınlar. Niçin Mişan adına ben vaklı mısın dediler. Niçin? Söz veremem. Ümit Breşkeme adına. Vaklı mısınlar? Vaklı. Бесконечный болсын. Бесконечный. Будьте счастливы. Так, diskoteka versek sen bile yaman görmüşsün. Oynasınlar yaşlı. Şu mikrofonla özüm qo'llarim bilan tutib ikki og'iz eshitaylik. Xafa gerçeği bo'lmasin. Ertaga Gulxumor, hali Gulxumorda ustozini qizi bilan o'g'li turibdi. Ularga ham navbat beramiz. Nadiraxon davom ettirasiz. Marhamat. Rahmet, sizlarga so'zlaringiz uchun. To'ylaringiz o'ng bo'lsin demak, shu hamma yaxshi niyatlarga qo'shilaman. Xizmatlar bermay vaqti bo'lsinlar. Endigi size Nadiraga oqtiqim bo'ldi bir qo'shiq aytib chiqarsizlar. Size oqtiqqa ketsin bolalarimiz, vaqti bo'lsin. Men ham shu xizmatdaman, qo'limdan kelgancha vaqti bo'lsin. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Rahmat Samira Xon, rahmat ustozlar, kasbdoshlar, xonalaringizga ushbu to'y muborak bo'lsin. Yana muborak xonadonlarga Gulxumorxon sizga kelin to'y muborak bo'lsin. Qudachilikning qo'shig'ining oltin eshiklarni, oltin eshiklarni olib kelganda ortiqlar bo'lib kelib, go'zal yillar oyat qilib tabriklab qo'yish barchamizga nasib qilsin. Rahmat. Şurada kadar toy mehmanların adından, Tabadalar adından, Aydın Şeyhikler adından, Muğra'da toy mehmanların adından. Mana shu hofizlarning ma'qul kishi bo'ladi, mikrofonga kuydirib bersa. Yoktan vardı şu simli mikrofon yapışıklı. Şimdi sim size geçecek. Yazılatır bir geç. Hayır. Al bırak. Şu önemli uzatmasın ki olan yolda getirin. Ahmet Ulu İhvan'dan adından toylarınızı kutlar bir açtır size. Yine de bir gezek. Bal tarzıvette. Adamın çomasın biriktir. Suyunuz çıksın dini yürüktün. Sallançık berlikten saçıp çürüktün. Anı haşilerecek aydılacak dostlar. Kara gözüm garaklışı bakmayın. Özümü beynip moda yapmayın. Anı kar dostlar şeyli dost aylayın. Öptüm can dostum toylarını aydılacak dostlar. Yine de bir gezek. Ahmet Ulu İhvan'dan adından altı asrımızın yaşlarına bal tarzıvette. Hamma cenabı tebrikler. Yaş vakti olsun. İndiki yıl şu günler beş dolara gelmek nasip etsin. Yolkumarak gel. Gereğinde hizmetini görmek nasip etsin. Koşmalarına koşamalar ayırmayın. Üçüncü sayıda reisken, üzüldüğü bir yere reisken, şapanın vaktına tahtına, indiker beşiklerlerinde oturmayın. Yokumarak geleceğiz. Kudayım, şu gelin size kızımızın muhtemel, indiker beşik oyanında oturmayın. Şu senetkarların, ağalarının, ustalarının, hep gelelim,
o'yinlarini taklif etsak, navbatda ustoz san'atkor Tashabbus vohasining asl farzandi To'xtajon opamizning qizi Dilorom Xo'jayevaga navbatni bersak, vaqti to'y davramizni ajoyib kuy va qo'shiqlar bilan davom ettirsak. Asali o'zbek tijoriy sana Xorazm, beruniylar maskani sana Xorazm, oq oltinning senikoni sana Xorazm, san'ating sho'x xalq joni sana Xorazm. Demak, navbat Xorazm jalalar bilan davom ettirasizlar. Qadam hayotlar mamnun qoldi. Bu holatga vaqtimiz qolamiz. Uni hamisha o'ynab kelib ikki shug'ullar bilan eshitib bundan ham dahshat o'tiramiz. Lekin bu hafta vazifatda xizmatimiz yapga. Navbatdan hurmatli mehmonlar, aziz hamkasblar, aziz ustozimizning qizlari, Dilorom aka Xo'jayevaning ajoyib san'atiga navbatni bersak, Tangri senga til bergan ey do'st, Tangri senga til bergan ey do'st, ne bersa ham shuni bergan ey do'st, chayjon bo'lma, chaqib bilmasang, bulbul bo'lma, kuylab bilmasang, chayjon bo'lib chaqib bilamiz, bulbul bo'lib kuylab bilamiz. Axir bosh haqiqiy bulbulning qonishini tinglashni, eshitishni yaxshi ko'raman. Siz uchun muhabbatning kuychisi, sevgining kuychisi, muhabbatni bemalol boshini baland qilib mag'rur kuylay oladigan Dilorom akamiz kuylaydi. Marhamat azizlar. Rahmat, yana bir bor sizdan beramiz uchun davomli ovozimiz ovozini qo'shilsin. To'ylardan boshimiz chiqmasin inshaalloh. She'rlar, talablarga ham Ozoda xonim Said xonimning ashulalari bor. Uni men o'ylayman shu maqomiga yetiraman-da. Shuni so'rab turibdilar. Marhamat, DJ-lardan so'rab qolaman. Sen bo'lmasang boshqasi.
oturmayın nafası. Büyüdü kaça kaçası. Saçımdan çok hoşum. Sen olmasan başkası. Sen olmasan başkası. Oturmayın nafası. Büyüdü kaça kaçası. Saçımdan çok hoşum.